Hurmatli guruhdoshlar, charchamayapsizlarmi? Mana ko'chat bosish jarayoni. Chiroyli qilib onasini bag'ridan uzmasdan bosyapmiz, xudo xolasa. Bu ko'chat lekin o'zimiz uchun hammasi. Clery, Alba, Albion. O'sha yerda yoshlar telekanalidan. Sevgili mana mashina. Nima deydi buni? Şu O'zbekiston televideniyasi deydimi? Mana o'sha ko'chat bosish jarayoni. Chiroqcha kesyapmiz. Bularni endi ilojimizcha kesmasak bu narsa tushmayapti bizga. Kattalik qiladi endi bu 48 talik kasetalar, 50 talik kasetalar 3 ta tek qilib kesib o'sha boya aytganimdek shunaqa bosilyapmiz mana ko'chatlarimizni. Bu ishlardan maqsad chiroyli, zo'r ko'chat yetishtirish. Mana albionlarimiz, ha? Albionlar sekin. Bu chekkasi, ha? Har tomonlama. Şu koreyskiy solgan ko'chatlarimiz. Ayolim, qizim, televizyon akalarimiz bana. Hiç bola qilmaydi, bemalol. Mana koreyskiy ko'chatxonalarimiz. Xursand bo'lish kerak. Respublikamizning nima deydi? Yoshlar telekanali, Nurafshon telekanali. Har bitta insonlar odamning qilgan mehnatini qadrlab, davlatga taqdim qilib, joy-joyiga qo'yishlik. Yerda albionlarimiz. Shu kuni albionlarimiz xudosi. Bu ikkinchi valna deydimi? Ko'chatlarimiz mevasi sekin o'zi har bittasi kundalik kunda ketyapti. Yoshlar albion. Barmog'im. Yigitlar syomka qilishyapti. Ayolim bilan qizim. Shularni qilgan mehnatning samarasida endi. Dehqonchilik kasbi aslida Alloh taoloning nima dedi? Bir qadrlagan kasbi-da. O'z oyog'i bilan kirib keladi bular. Mana hech qanaqa na pulga, na boshqa yo'llagan joyim bo'lgani yo'q. Dalamizda ishlatgan joyimizda mahalla oqsoqoli shu yoshlar telekanalini olib ketdilar. Mana shu insonlardan umri uzoq bo'lsin. Halim syomkaga jarayoni ketyapti bu yerda. Naryoqda mahalla oqsoqoli. Mana opalarim mana ko'chat bostiryapti. Chiroyli qilib. O'zim shu yerdaman. Hosildorlik. Mana yaltirab turibdi. Buni asli bitta narsasi mana ko'chatni bariga ham yaltirab turibdi. Kim ahamiyat beryapti mana yaltirab turibdi hammasi. Yaltirab turgandan bitta mohiyati, na hasharati, na boshqasi, hammasidan xoli degan narsa ko'chat yaltirab turadi mana shunda. Har bir dehqon o'zi bilishi kerak. Ha? Mevalarimiz chiroyli bo'lib. Bular o'zi ikkinchi valnasi. Bitta terim bo'ldi, ikkinchi xudo xolasa, uchinchi terimi xudo xolasa. Charchamanglar. Har bir dehqonning qilayotgan ishlariga Alloh yo'llarning o'z barakasini bersin. Bitta shodada hosildorlik. 1 2 3 4 5 6 7 ta. Sekin avgust oyigacha boradi degani xudo xolasa. Charchamanglar.